Qaynona va kelin o'rtasidagi rashk, dushmanlik faqat bizning zamonamizda deb o'ylaysizmi? Adashasiz. 19-asr Rossiyasida ham bu balo butun boshli bir oilani va buyuk sevgini yakson qilgan. Gap Anna Karenina haqida. Qaynona devori. Anna o'z baxtini topdim deb o'ylagandi. U graf Vronskiy uchun borini fido qildi. Jamiyatdagi obro'sini, boyligini, hatto jonidan aziz o'g'li Seryojani ham tashlab ketdi. Ammo bu fidoyilik hech kimga, ayniqsa Vronskiyning onasi grafinya Vronskayaga kerak emas edi. Qaynona Annani hech qachon xushlamadi, o'z o'g'liga munosib ko'rmadi. Uning har bir sovuq nigohi, pichin gaplari Annaning qalbida daryodek shubhalar uyg'ota boshladi. Butun boshli yuqori tabaqa jamiyati Annadan butkul yuz o'girdi. Katta teatr binosida hamma unga nafrat bilan qaradi. Eshiklar uning yuziga yopildi. U mudhish bir yolg'izlikda qoldi. Insoniyatdan uzilish azobi va mana shu yolg'izlik uni dahshatli tubsiz rashk botqog'iga itqitdi. Endi Anna sevimli Vronskiyning har bir qadamidan, har bir oddiy nigohidan ham xiyonat qidira boshladi. Qalbini doimiy shubha kemirardi. U meni sevmay qo'ydi. Sevgi tugadi. U onasining qistovi va gapi bilan boshqa aslzoda yosh qizga uylanadi degan dahshatli fikr Annaning miyasini tunu kun kemirib tinchlik bermasdi. Rashk uning ongini butunlay zaharladi va uni asta-sekin aqldan ozdirish darajasiga olib keldi. Va o'sha mash'um kun keldi. Vronskiy onasining qistovi bilan uning oldiga ketganida Annaning sabr kosasi to'ldi. Ichidagi rashk va nafrat uni temir yo'l stansiyasiga yetakladi. Atrof qorong'u, poyezd g'ildiraklarining ovozi esa xuddi qora taqdirdan darak bergandek vahimali edi. O'zini ham, sevgilisini ham jazolash uchun Anna o'zini o'sha ulkan poyezd g'ildiraklar ostiga otdi. Lev Tolstoy bu asar bilan rashk va oilaviy nizolar inson hayotini qanchalik tez fojia bilan yakunlash mumkinligini ko'rsatgan. Xo'sh, sizningcha bu fojiada kim aybdor? Rashkchi Annami, uni tushunmagan erimi yoki aralashgan qaynonami?